Do'zaxni chuqurligi qancha deb o'ylaysiz? Bu to'g'risida hadis kelgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilar, bir kun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga edik. Istaba'na wajbatan. Bir ovoz eshitdik. Wajbatun degani, ya'ni qattiq tepalikdan pastga tushganda bir narsa tushsa chiqadigan ovoz. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar, bilasizlarmi nima bu deb? Biz aytdik, Alloh va Rasuli alim, Alloh va Rasul bilguvchiroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar, hada hajarun rumiya bihi fin-nari mundu 70 kharifa فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. 70 yil oldin do'zaxga tashlangan bir toshdir. U hozirgina do'zaxni tubiga yetib bordi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Allohim barchamizni do'zax azobidan o'zi saqlasin. Allohumma amin.